Assalamu alaykum muhtaram tomoshachilar. Men Fani Jihanshah olda e'lon etgan konkursni boshlab jibaram. Demak, o'zim turunda sizga 10 fakt aytashakman. Shundan jidisi durust, ishisi yolg'on bo'lacak. Sizga mana shu ishisin yolg'onin so'ylab olib bizga yozib jibarga tegishsiz. Jinguvchilarni biz bo'laklaymiz. Shaqiro bileti bilan. Qaysi spektaklga ekan, ansin sing'idan aytiraman. Shulay aytib ketdik. Birinchisi, men kichkina shoqdanoq zoopark direktori bo'larga xiyollarni o'sdim. Ikkinchisi, yozg'i tashu vaqtida og'ib ketganda ko'pirga kiram degandagina bir abi meni oyog'imdan tutib qutqarib qoldi. Uchinchisi, men endi 17 yoshimda maktab direktorida edim, o'shida shu vaqtda nechka yog'ushida bo'lib ishlarga to'g'ri keldi. To'rtinchisi, hali ko'pdan tug'ilgan mening Bitlikli ismli nafis adabiy jurnalim dunyo ko'rdi. Beshinchisi, men qorbizga toz sibib, sir bilan qora ipi bilan asharga yaratam. Oltinchisi, erga ham Alina Sharifjanova bilan mening muhabbat turida qaynar duetlarim yozildi ham dunyo ko'rdi. Yedinchisi, Michael Jacksonning shaxsiy rejissyori bo'lib ishlagan Wayne Wright bilan biz film tushirdik. Ol Tataristonda bo'ldi. 8-si, Yusuf Bekshantayev bilan bu yil ishlagan Respublika iftorida G'arab amirligidan kelgan shayxlar qatnashdi ham u proyektlar shu haqda yoqin ko'rdilar. Kelasi yil endi bizni xalqaro proyektni yetaklarga chaqirdilar. 9-si, basketbolchilarning yarışda qatnashganlarini qarab turuv menga shu xatli lazzat beradi. Hamda Qozonda o'qiy boshlaganda men yosh o'smirlar komandasina yozildim. Qizg'anish trenirovkalarining birisida men travma olib, haligi yarışlarda qatnasha olmadim. Ham endi sport ekan sport bo'lsin. 10-si, Orsha rayonida tirda tiz oti bo'yicha mening rayon chempionida qatnashib birinchi o'rin olganim bo'ldi. Shulay aytib, mana sizga 10 fakt, shular orasidan ishisin so'ylab olashaksiz. Kim durustroq, tezroq, tezroq bo'la, ularni 6-iyunda o'tashak. Sog'inir sizmi spektaklni chaqirib qolamiz.